Uyqu kamligi vazn tashlashga qanday xalaqit beradi? Kam uxlagan odamlarda ochlik tuyg'usi uchun javob beradigan grelin gormoni juda ko'p miqdorda ishlab chiqariladi. Shu sababli kechasi soat 12, 1, 2 da siz kuchli ochlik tuyg'usini his qilasiz va haddan tashqari ko'p ovqatlanasiz. Bundan tashqari, uyqu rejimi buzilgan odamlarda melatonin, serotonin gormonlari almashinuvi buziladi va ular zavq tuyg'usini kamroq his qilishni boshlaydi. Va bu tuyg'uni kuchliroq his qilish uchun odamlar, ayniqsa ayollar juda ko'p ovqatlanadi. Shu sababli vazn tashlashga harakat qilayotgan bo'lsangiz, uyqu rejimini normalashtiring. Organizmga kerakli bo'ladigan minerallar va vitaminlar bilan boyiting. Detoksikatsiya amaliyotini amalga oshirish uchun esa Numa Gepat Detoxni maslahat beramiz. Foydalaning. To'liq ma'lumot uchun detoks so'zini kommentariyaga yozib qoldiring.